oxirgi payt o'qigan bir foydali kitoblarimdan birini aytib bersam. Xo'p, Как продать незримое degan kitobni menga maslahat berishgan edi. Bu kitobni hech qaysi bir Toshkent do'konlardan topa olmasdan, oxiri Amazondan zakaz qildim. Kitobda men o'ylagandim, qanaqa qilib B2B prodaja bo'yicha ma'lumot beriladi desam, aslida bu kitobda xizmatlarni sifatini yaxshilash, biznes qurish, marketing bo'yicha umumiy ko'p ma'lumot berilgan ekan. Men kutgan узкий yo'nalishda emas ekan kitob va qanaqadir istoriyalar yo'q ekan uning ichida. Shuni hisobiga men bu kitobdan maza qilib o'qib, bir qanaqadir ma'lumotlar olmadim. Asosiy olgan ma'lumotim nima bo'ldi? Qaraylik, bitta zo'r narsani eshitdim. Kichkina bir narsa juda katta narsalarga sababchi bo'lishi mumkinmi degan savolda u olcha. Kichkina narsa katta narsalarga sababchi bo'lishi mumkin. Siz ishonasizlarmi yo'qmi? Bu kitobda mumkin deyilyapti. Qanaqasi? Ya'ni siz agar biror bir kichkina harakat qilsangiz, mana shu harakatingiz katta o'zgartirishga keltirishi mumkin ekan. Savol mana bunaqa bergan. Siz mana shu narsaga ishonasizmi deyapti? Yo'q desa, misol deyapti, kichkina kapalak deyapti. Qaysidir bitta orolda yoki qaysidir bitta joyda qanot qoqishi, kapalakning qanot qoqishi Amerikaning qaysidir hududida tornado bo'lishiga sababchi bo'lishi mumkin desam, ishonasizmi deyapti. Любой odam nima bo'lishi mumkin? Mana shu narsa ham nimadir bo'lishi mumkin ekan, rostdan ham. Juda redki holatlarda bo'ladi albatta bu narsa, lekin bo'lishi mumkin. Shuning uchun nima demoqchiman? Mana shu kitobdan olgan zo'r narsam, siz agar biror bir narsaga maqsad qilib o'sha narsaga yurish boshlasangiz, u narsaga baribir borasiz. Yoki u narsaga sal bo'lsa ham ta'sir qilasiz. Endi qaranglar-da, jonsiz bo'lgan robotga jonli bo'lgan jo'jani ta'siri bo'yicha bitta eksperiment bor. Topsam men silkasini qo'yaman, balki videosini ham qo'yarman. O'shanda robot randomniy harakat qiladigan, randomniy degani bu istalgan tomonga qarab harakat qiladigan robot. O'sha robotni to'g'rirog'i kichkina jo'ja, demak, jo'jani tuxumdan chiqishiga qarab turib, yo tuxum oldiga qo'yishadi, yo jo'jani oldiga qo'yishadi. Qarochi, o'sha randomniy harakat qiladigan robot jo'ja uni o'zini onasi deb o'ylagani uchun jo'jani atrofida aylanishni boshlab qoladi. Misol robotda jo'jada bor bo'lgan misol yuragi yo'q-da. Jo'jada har holda yuragi boshqa va qanaqa insoniyatga yaqinroq bo'lgan organlar ko'proq robotga nisbatan randomniy harakatlanayotgan robot o'sha jo'ja uni onasi deb bilgani uchun unga yaqinroq bo'lgan hududda ko'proq aylanadi. Ta'sir qiladi bu narsa. O'shaning uchun kichkina harakatlar, fikrlar, bular hammasi nimagadir ta'sir qiladi va qachondir o'zini rezultatini ko'rsatadi. Bundan hamma har xil xulosa oladi, lekin menga zo'r ta'sir qildi. Как бы даже hech narsa qila olmaydigan jo'ja robotga ong orqali ta'sir qilyapti. Gap polni chushda tuyuladi. YouTube'da videosini ko'rib chiqasiz.